vaqtda 2 tizzalarim bukilmay qoldi shu kasallik natijasida. Shunda meni bitta guruhdoshim taklif qildi. Sizlarga o'xshab eshitdim. Yaponiyaning mahsuloti dengiz ostiga birovni olib kelib ekmagan degan menga rosa ta'sir qildi. Demak, mo'jizaviy narsa ekan bu dedimda. Shu taklifdan kelib oldim. Mening mana bo'g'imlarimda qirra bo'lib, uchli bo'lib, mayog'im past, mayog'im baland, mayog'im past, mayog'im baland bu bo'lib. Lekin ikki tizzam bukilmas edi. O yarimtadan 5 kun yarimtadan 2 mahalga o'tiladi-da, shunda bittaga o'tmay turmay nimalarımdagi deformatsiyalardagi o'zgarishni ko'rdim. Keyin bittadan o'tganimda rosa 20 kun deganda o'zim bilmagan holda oyog'imni yig'ib o'tirib olganman. Men oyog'imni yig'ib o'tira olmasdim. Uzatib o'tirardim bir tomonga. O'tirib turib ketyapti, esimga tushdi. Men mana qilib o'tiribman ekan bu yanimda odamga. 20 kun deganda o'sha tizzalarim bukilib o'tirganman. Undan tashqari hali og'riq qoldiruvchilar ko'p olganimdan natijada oshqozonimda yazva, jigar gepatit C yuqtirib olganman. 2 oydan keyin topshirdim. 4.95, 5.30 chiqadigan gepatit C'yim 1.0 chiqdi, yedinitsasi. Men shu mahsulotdan natija olganim uchun men hozir meni yoshimda hozir ishlashga hech qanaqa nimam yo'q, hamma yo'g'im yetarli. 2 millionga yaqin pensiyam bor, lekin mana shu